Stенаны o'ziga kela turgan bo'lsa, kraskasi Joker. Mo'yishisi yaxshi. Andan keyin svetni yarkiroq svet tanladik. Nega bu gastovoy bo'lgani uchun. Patologlar qo'ldan kelishincha o'z emas qilib minimalizm deb qanday hozir shunday emalar moda bo'lib qoldi. J splashni, J basseyn. O'shani uyda egasiga jaga turgan qilib, chiroyli qilib chiqarib bergan harakat qildi. Patologda bo'yoq qanday bo'lgan? Patolog Euro 7 bo'lgan. Tikurilarniki oldili. Полный софит, люстра и бассейничный полное освещение ekan, bu O, освещение jarroq bo'lgani yaxshi, nega gasovoy bo'lgani uchun. So'ni chiqdir, mashallah. Mebelchi, mebel qanday bo'lgan? Mebel krashini bo'lgan, kraskasi sirka. Svetni ham kombinatsiya qilib, stenaga tusha turgan qilib, svetni ham Ideyalar polni o'zing o'rnidan chiqdimi? O, ideyalar uyda egasi bilan maslahat qilib turib, endi baribir usta odam borgan sari как dizayner qator bo'lib qoladi. Nega boshdan o'tqin, qanday bo'lsa qanday bo'ladi, qaysi emaga qaysi stil tushadi. Shunga qarab turib, patolog bunday qilgan yaxshi, stenaga bunani jasagan yaxshi, 3D panellar, moldinglar, ana keyin bu yoqda ko'rib turasiz, bu yoqda TV zona yo'q. Biroq gasovoy bo'lgani uchun shunday chiroyli dekorativniy panelni qo'llab, chekkasiga kuzga aylantirib qo'yamiz. Bu ham o'zgacha vid bergan. Mына ламинат боюнча дагы бир сурагым бар. Бул ламинат эми жаңы да. Бул басылышы кандай экен? Оңгой элеби? Оңгой. Бирок биз деле башта кичине чочуганбыз. Эми ёлка дегенде кичине стиги түшүп калат, кичине проблема болот деп. Жок, оңгой эле салынышы өтө эме оңгой, тегиз чыгат, видео ham жакшы чыгат.